nimagadir kimdirlar so'rayapti. Men nimaga ko'pgina kun bo'ldi men video qilmayapman. Lekin shortslaringga kirsalaring bitta short qo'ydim yangi bugun. Va yana shu ko'pgina o'ynamayotganimga просто aytyapman. Ultimatum headshot chiqdi. Yangi yaxshincha ultimatum headshot. Hamma headshot yaxshi ko'radi Free Fire'da menimcha. Chunki oddiy o'ynasalaring bu oddiy qilsam bo'lsa, kimdir например kanal ochgan lekin qilganida shu kanalda otadiku oddiy. Shu oddiy otadiganni like'lar kam bo'ladi, podpiska kam bo'ladi, lekin shu headshotlar qilib headshot tars qilib digillar tars qilib drababikda qilib yumpiydi. Yaxshi-ku, ha? Lekin haterlar ham bor. Anaqalar ham bor. Ular tezda avayim lozim. Qilib hamma bilyapti, lekin shu haterlarda vashi jicha like menimcha 1 million, lekin menda vashi 2 ta 3 ta dona shunga tushib bitta like ta bosib qo'ydi, iltimos. Va sizlar yaxshi bo'lish uchun, zo'r bo'lish uchun bizning mana akkauntimga, kanalimga, HashimFFga like bosib qo'yinglar va obuna bo'lib qolasizlar. Iltimos. Va men birinchi martalab ultimatum headshot o'ynamayman. Ko'pgina o'ynaganman. Ultimatum headshotda startda hozir bosamiz. Bosdik. Kutamiz endi, kutamiz. Mana tezda. Chiqishi bilan hamma o'yinchilar kelib o'ynashga o'ynab zo'r ultimatum headshot chiqdi. Endi kommunatalar qilmasdan birga bir o'rtoqlarni o'ynasa bo'ladi. Yaxshi-ku. Mana o'sha tanladi. Yigilcha balki. Просто balki. Ko'rsataman hozirlikda. Uyat bo'ladi lekin yutqizsa. Jiggle olaman, jiggle. Ну понятно. Аккаунт ko'raychi onaman. Aleksandra. Boshqa so'raydi. Kommentariy yozib qo'yinglar, qanaqa qizlarning niklaring Free Fire o'ynayotgan bo'lsalaring, niklaringni yozib kelmaganlar bo'lsa, ajisini yozib qo'ying. Ha, ajisini. Yaxshi o'ynaydi. Druzaga qo'yib qo'yaman. Birga o'ynaymiz, birga bir. Yoki 2-2 raskalik bo'ladi. Shekil bermayapman men. Birinchi headshotcha bor. Ne qilaylikchi ana? Jim. Sekin, matga. Kuryapti-ku, qanday o'tolmayapman. Ana. Senga qo'yishdi bu. Hozir boshiga bo'ladimi? Dada. Ayo, tegmadi. Mana yana bitta. Ayo, tegmadi. Ay. Stinkali ishlatdimmi men? Ayo, ishlatdim. Bo'lmam bu. Qalasan. Yaxshi, lekin yaxshi. Qanday otgan sizlarga yoqdimi? Kommentatorlar. Ammo cheaterga o'xshab qolib tarsillatib headshot beraman. Qani. Sekin. Ne. Aytaman jinni. Bo'lmadim. Ne qildim? Boshiga poylatdim, otsam tepoq, o'tib ketadi. Poylamadim, jichcha poyladim, shiz bo'ladi. Pasuchi, mana bunaqa, lekin mana durustib biladi. Chiroyliroq chiqyapti. Tegmaydi chiqol.
Jicha qola. Şu tema yaptı bu hamle. Zorla kelyapti o'sha. Teyse. Ana bunday qilib turaylik. Na. Ay, sink qo'yib, sink. Kulturamaysanmi sana? Bu qo'llak to'qlama. Jinni bo'lsam mana. Mana. Da, bitta kulak keldi. Mana aytaman. Istavatsa qildinglar. Rahmat. Nafas uchun. Men jinni bo'lib qolgan. Непонятно веселее. Qani o'ynayaptim? Qani. Chiq. Chekli olmayaptimi shu? Random metroga nima? Я вообще не понял сейчас. Yo o'ynamayapti yana. Qanaqa radmon? Nimaga men mana olmadim shunda tezda. Matematika. Tak tur. Matematika böyle. Hadi. Tak, bo'ldi. Bitta rand qoldi kiyimma. Videoni tugataman. Turib 5-1ga qanaqa yetdim hozir. Nima yo'qdi menga, qo'p bo'ldi. Shuni qo'shoraylik. Так, давай. Чуть-чуть. Atende. Ay, balı. Ayıp koyuyor zaten. Давай. Şimdi ben baklava tıvarıyla iltimas. Mana o'rtoqlar bugun biz o'ynab ko'rdik. Shu ultimate headshotda maza qilib desa bo'ladi. Va men yoqdi ultimate headshot. Yaxshi, lekin hech narsa bermaydi u narsa. No, trenirovka desa bo'ladi. Yaxshi. Va sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, iltimos like bo'lsa, podpiska obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos. Ve oddiy böyle yaxshi bo'lish uchun, zo'r bo'lish uchun, yaxshi odam bo'lish uchun meni kanalimga obuna bo'lib, kommentariyani yozinglar va like'lar bosinglar. Va hammaga yaxshi bo'linglar, zo'r bo'linglar. Podpiskani bosib qo'yinglar va men aytinglar qanaqa videolarga ideyalar kommentariyaga va hammaga bo'pti. Ana yana aytyapti. Bo'pti.